hech qachon soch ektirmayman degandim. Otabekka borib sochini ektirib kelgan ko'rlarim juda ham chiroyli chiqqan sochlari. Qiziqib men ham bordim. Otabek akani sochlarini ekkan vrachda o'ziga uchradim. Turkiyalik mutaxassis O'zbekiston DCI usulida faqat shu kishilar ekar ekan sochni. O'zbekistonda faqat bitta joyda, Namanganda, Brilliant klinikasida operatsiyalar qilishar ekan. Borib, mana ko'rib turganingizdek ektirdim. Rosa o'ylangandim, lekin o'ylaganimdan ham natija zo'r chiqdi. 6 soat operatsiya davom etar ekan. Ko'pchilik narxlarini so'rashyapti, qiziqib. Narxi $1,500 ekan. Sochni ekib bo'lgandan keyin bitta paketda ko'pgina shampunlarini, gellarini, spreylarini hammasini o'zlari shu $1,500 ichida qo'shib berishar ekan. Sizlarda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin kommentariyaga, hammalaringizga javob beraman. Lekin ektirganimga pushaymon qilmadim, juda ham zo'r. Otabek ham bekordan bekorga u kishiga bormagan ekan.